1 avgustdan boshlab ko'pchilik e'tibor bermasa, jarima ortiqcha to'lov, hujjat qaytishi yoki davlat xizmatidan foydalana olmaslik kabi muammolarga duch kelishi mumkin. Men bugun sizga aynan shu yangi tartiblar nimani anglatishini, oddiy odam bunga qanday tayyorlanishi kerakligini va eng ko'p xato qayerda bo'lishini tushuntirib beraman. Bu ma'lumot haydovchiga ham, tadbirkorga ham, talaba yoki pensionerga ham, uy egasi va ijarachiga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday yangiliklarni o'z vaqtida bilish ko'p pul va asabni saqlab qoladi. Oldin ko'p ishlar keyin hal qilamiz. Borib gaplashamiz. Qog'ozni olib kelamiz. Qarzdorlik bo'lsa ham xizmat ko'rsatadi degan odatlar bilan yurardi. Masalan, kommunal to'lov kechiksa odam bir necha oy kutib yurardi. Soliq yoki jarima chiqsa. Ko'pchilik uni faqat bank kartasidan pul yechilganda yoki mashina oldi sottisida bilib qolardi. Hujjat topshirishda esa bitta ma'lumot yetishmasa, odam bir idoradan ikkinchisiga qatnab vaqt yo'qotardi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, ko'p jarayonlar raqamli nazoratga o'tmoqda. Bu nimani anglatadi? Davlat xizmatlari, soliq, bank, kadastr, yo'l harakati, kommunal to'lov, subsidiya, nafaqa, kredit, bojxona va boshqa sohalarda ma'lumotlar bir-biriga bog'lanmoqda. Ya'ni bir joydagi qarzdorlik, noto'g'ri hujjat yoki eski ma'lumot boshqa xizmatdan foydalanishda muammo tug'dirishi mumkin. Men buni oddiy qilib aytaman, endi bilmasdim degan gap ko'p vaziyatda yordam bermaydi. Chunki tizim siz haqingizdagi ma'lumotni avtomatik ko'rib turadi. Bu hamma uchun yomon degani emas. Aksincha, tartib to'g'ri ishlasa odam kamroq navbat qog'oz yig'adi. Ko'proq ishni telefon orqali bajaradi. Lekin tayyor bo'lmagan odam uchun aynan shu raqamli tartib kutilmagan muammo bo'lishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumoti eski bo'lsa, telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, kadastr hujjatingizdagi manzil amaldagi manzil bilan mos kelmasa, bankdagi ism, familiyangiz hujjatdagidan bitta harf bilan farq qilsa ham ariza qaytishi mumkin. Birinchi navbatda. Men kommunal to'lovlar va uy-joy bilan bog'liq masalalarga e'tibor qarataman. Chunki bu deyarli har bir oilaga tegishli. Oldin elektr, gaz, suv yoki chiqindi to'lovi bo'yicha qarzdorlik borligini odam ko'pincha hisoblagich tekshiruvchisi kelganda yoki xizmat cheklanganda bilardi. Endi esa bunday qarzdorliklar ko'plab raqamli xizmatlarda ko'rinishi, ogohlantirishlar telefon raqamga kelishi, ayrim holatlarda to'lov amalga oshirilmaguncha xizmat ko'rsatish kechikishi mumkin. Oddiy misol. Toshkent viloyatida yashaydigan bir oila oyiga elektr uchun 1 ming so'm, gaz uchun 120 ming so'm, suv uchun 60 ming so'm atrofida to'laydi. Agar ular 3 oy davomida keyin to'laymiz deb yursa, umumiy qarzdorlik 1 million so'mga yaqinlashishi mumkin. Oldin bu qarz faqat mahalla yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot darajasida eslatilgan bo'lsa, endi elektron bazalarda ko'rinib turadi. Keyin odam uyini sotmoqchi bo'lganda, kredit olmoqchi bo'lganda yoki subsidiya uchun ariza bermoqchi bo'lganda, aynan shu qarzdorlik muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi katta yo'nalish kadastr va ijara masalalari. Uy egasi uchun eng muhim narsa shuki, mulk hujjatlari tartibda bo'lishi kerak. Ko'p odamlar uy qurilgan, lekin qo'shimcha xona rasmiylashtirilmagan, hovli kengaytirilgan, lekin kadastrda ko'rinmagan. Eski egadan qolgan hujjatda familiya yoki manzil xato yozilgan holatlarni e'tiborsiz qoldiradi. Bunday xatolar kichik ko'rinsa ham bitim paytida katta muammo beradi. Masalan, siz uyni 500 million so'mga sotmoqchisiz. Xaridor tayyor, pul tayyor, notariusga borasiz. Lekin kadastr bazasida uyning maydoni 1,50 kvadrat metr. Amalda esa 1,5 kvadrat metr. Qo'shimcha 3 kvadrat metr rasmiylashtirilmagan. Natijada bitim to'xtaydi, xaridor kutmaydi. Siz esa kadastrga borib hujjat to'g'rilashga majbur bo'lasiz. Bu bir kunda bitadigan ish bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men uy egalariga aytaman. 1 avgustdan keyin har qanday raqamli tekshiruv kuchaygan sharoitda hujjatdagi kichik nomuvofiqlik ham vaqt va pul yo'qotishga olib keladi. Ijarachilar va uyini ijaraga beruvchilar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Og'zaki kelishuv oyma-oy berib turadi. Tanigan odam degan gaplar keyin nizoga sabab bo'ladi. Agar ijara shartnomasi rasmiy bo'lmasa, ijarachi huquqini himoya qila olmaydi. Uy egasi esa daromadni ko'rsatmaganlik bo'yicha savollarga duch kelishi mumkin. Men tavsiya qiladigan oddiy yo'l ijara summasi, to'lov kuni, kommunal to'lov kimning zimmasida ekani depozit qaytarish sharti. Uy jihozlari ro'yxati yozma tarzda aniq ko'rsatilishi kerak. 3-yo'nalish bank kartalari, kreditlar va pul o'tkazmalari.
Bugun deyarli hamma kartadan foydalanadi. Lekin ko'pchilik kartasiga kimdan pul tushayotganini, nima izoh bilan kelayotganini, qarindoshining kartasidan foydalanish qanday xavf tug'dirishini o'ylamaydi. Raqamli nazorat kuchaygan sari bank operatsiyalari bo'yicha savollar ko'payishi tabiiy. Bu oddiy odamni qo'rqitish uchun emas. Noqonuniy pul aylanishi firibgarlik va yashirin daromadlarni kamaytirish uchun qilinadi. Masalan, siz kichik savdo qilasiz va har kuni kartangizga 300 ming so'mdan 1 million so'mgacha pul tushadi. Agar bu qarindoshlar orasidagi oddiy yordam bo'lsa, boshqa masala. Lekin bu doimiy savdo tushumi bo'lsa, keyin soliq yoki bank tomonidan savol tug'ilishi mumkin. Men bunday vaziyatda odamga shuni aytaman. Faoliyatingiz muntazam daromad keltirayotgan bo'lsa, uni rasmiylashtirish yo'lini ko'rib chiqing. Chunki bugun 10 million so'mlik aylanma ko'rinmasligi mumkin. Lekin bir necha oyda EXIM yoki 100 million so'mga yetganda tizim buni albatta ajratib ko'radi. Kredit olmoqchi bo'lganlar ham tayyor bo'lishi kerak. Bank faqat oylik maoshingizga emas, umumiy moliyaviy intizomingizga ham qaraydi. Chektirilgan kredit, aliment qarzi, jarima, kommunal qarzdorlik, rasmiy daromad yo'qligi, kartadagi tartibsiz katta tushumlar kredit qaroriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, odam 20 million so'm iste'mol krediti olmoqchi, lekin avvalgi 3 million so'mlik kreditini 2 marta kechiktirgan. U ati 2 marta-ku deb o'ylaydi. Bank esa buni xavf belgisi deb ko'radi. 4-chi yo'nalish yo'l harakati qoidalari va jarimalar. Haydovchilar uchun eng katta xato jarimani vaqtida tekshirmaslik. Kamera qayd etgan qoidabuzarlik, to'xtash joyi bo'yicha jarima, texnik ko'rik, sug'urta, ishonchnoma va avtomobil hujjatlari bo'yicha ma'lumotlar raqamli tizimlarda ko'rinadi. Endi meni hech kim to'xtatmadi, demak muammo yo'q degan fikr to'g'ri emas. Misol uchun, haydovchi bir oyda 2 marta tezlikni oshirgan, bir marta taqiqlangan joyda to'xtagan. Jarimalar jami 1 million so'mdan oshishi mumkin. Agar u buni vaqtida bilmasa, avtomobilni sotishda, texnik ko'rikda yoki boshqa rasmiy jarayonda to'xtalib qoladi. Bundan tashqari, jarimani kechiktirish ayrim holatlarda qo'shimcha xarajatga olib keladi. Shuning uchun men har bir haydovchiga haftada bir marta jarimalarni elektron xizmatlar orqali tekshirishni odat qilishni maslahat beraman. 5-chi yo'nalish ijtimoiy to'lovlar, subsidiya, nafaqa va yordam pullari. Bu yerda eng muhim narsa arizada ko'rsatilgan ma'lumotlar real holatga mos bo'lishi kerak. Oldin ayrim odamlar balki o'tib ketar deb noto'g'ri ma'lumot yozgan bo'lishi mumkin. Endi esa oila tarkibi, mulk, avtomobil, daromad, bank operatsiyalari, doimiy yashash joyi kabi ma'lumotlar tekshirilishi osonlashmoqda. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, hujjatlarni to'g'ri tayyorlang. Agar yashirilgan mulk yoki daromad bo'lsa, keyin ariza rad etilishi yoki to'langan mablag'ni qaytarish talabi chiqishi mumkin. Masalan, oila subsidiya olish uchun ariza beradi. Arizada daromad past ko'rsatiladi. Lekin oila a'zolaridan birining nomida avtomobil bor, ikkinchisining kartasiga har oy katta pul tushadi. Uchinchisi rasmiy ishlamasi ham doimiy savdo qiladi. Bunday holatda tizim savol beradi. Bu davlat yordam bermaydi degani emas. Bu yordam haqiqatdan muhtoj oilaga yetib borishi uchun ma'lumotlar tekshiriladi degani. Men aniq aytaman, hamma vahimaga tushishi shart emas. Hujjatlari joyida, qarzdorligi yo'q, daromadi tushunarli, mulki rasmiy, jarimalarni vaqtida to'laydigan odam uchun yangi tartiblar aksincha qulaylik beradi. Bunday odam davlat xizmatidan tezroq foydalanadi. Ko'p idoraga yugurmaydi. Arizasini onlayn topshiradi va natijani elektron oladi. Lekin bir necha toifadagi odamlar albatta e'tiborli bo'lish kerak. Birinchisi, hujjatida eski yoki xato ma'lumot borlar. Masalan, pasport yangilangan, lekin bankda eski ma'lumot qolgan. Telefon raqam boshqa odam nomida. Niko ajrim, familiya o'zgarishi, meros, uy oldi sottisi bo'yicha hujjatlar oxirigacha rasmiylashtirilmagan. Ikkinchisi, doimiy daromadi bor, lekin faoliyati rasmiy emas odamlar. Uchinchisi, avtomobil jarimalarini va majburiy to'lovlarini tekshirmaydigan haydovchilar. To'rtinchisi, uyini ijaraga berib shartnoma qilmaydiganlar. Beshinchisi, ijtimoiy yordam uchun ariza berib, oilaviy holatini to'liq ko'rsatmaydiganlar. Oddiy hayotiy vaziyatni olaylik. Bir yigit telefon raqamini akasining nomiga ochilgan SIM karta orqali ishlatadi. Bank ilovasi ham shu raqamga bog'langan. Keyin u davlat xizmatidan foydalanmoqchi bo'ladi. Tasdiqlash kodi keladi. Lekin tizimda raqam egasi boshqa odam bo'lib chiqadi. Natijada xizmatdan foydalana olmaydi yoki qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Bu juda oddiy muammo, lekin ko'p odam shu sabab vaqt yo'qotadi. Yana bir misol.
Ayol kishi familiyasini nikohdan keyin o'zgartirgan, lekin ayrim tashkilotlarda eski familiya qolgan. Bankda eski, pasportda yangi, kadastr hujjatida boshqa yozuv. U uyini rasmiylashtirmoqchi bo'lganda yoki kredit olmoqchi bo'lganda. Tizim bu ma'lumotlarni bitta odamga bog'lashda qiyinchilik qiladi. Bunday holatda odam men o'zimman-ku deydi, lekin elektron tizim hujjatdagi moslikka qaraydi. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat shuki, hamma o'zgarish ham bir kunda hamma joyda bir xil ishlamaydi. Ba'zi tartiblar bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Ba'zilari ayrim hududlarda avval sinovdan o'tadi. Ba'zilari esa texnik integratsiya tugagandan keyin to'liq ishlaydi. Shuning uchun men doim aytaman, yangilikni eshitgan zahoti vahma qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Rasmiy manbadan tekshiring. O'zingizga tegishli soha bo'yicha aniq talabni bilib oling. Ikkinchi nozik jihat qarzdorlikning turi. Hamma qarzdorlik bir xil emas. Kommunal qarz, soliq qarzi, sud qarori bo'yicha qarz, aliment, kredit kechikishi, jarima, ijro hujjati bo'yicha majburiyat turlicha oqibat beradi. Masalan, 50 ming so'mlik chiqindi to'lovi qarzi bilan sud qarori bo'yicha katta qarzni bir xil ko'rib bo'lmaydi. Lekin kichik qarzlar yig'ilib, vaqtida e'tibor qilinmasa, katta muammo yaratadi. Men tavsiya qiladigan yondashuv qarzni miqdoriga qarab emas, rasmiy bazada turishiga qarab baholang. Agar bazada qarz bo'lsa, uni aniqlashtirish kerak. Uchinchi nozik jihat xatolik bo'lishi mumkin. Elektron tizim kuchaygani bilan insoniy va texnik xatolar yo'qolib ketmaydi. Ba'zida to'langan pul bazada ko'rinmay qoladi. Eski jarima yopilmagan bo'lib turadi. Kommunal hisoblagich noto'g'ri kiritiladi. Kadastrda manzil xato chiqadi. Bunday vaziyatda baqirish yoki kutib yurish yordam bermaydi. Sizda to'lov kvitansiyasi, ariza raqami, shartnoma, skrinshot, bank cheki bo'lishi kerak. Isbot bor joyda muammoni hal qilish ancha oson. To'rtinchi nozik jihat birovning nomida ishlatish odati. Bu eng xavfli odatlardan biri. Avtomobil boshqa odam nomida, telefon raqam boshqa odam nomida, karta boshqa odam nomida, uy boshqa qarindosh nomida, biznes boshqa odam nomida. Oldin bu qulay ko'ringan bo'lishi mumkin. Lekin raqamli tizimda nomuvofiqlik ko'paygan sari bunday holatlar muammo tug'diradi. Masalan, siz mashinani yillar davomida ishonchnoma bilan haydaysiz, lekin jarimalar egasining nomiga yoziladi. Keyin munosabat buzilsa, avtomobilni sotish, sug'urta, jarima, javobgarlik bo'yicha nizolar boshlanadi. 5-nozik jihat muddatlar. Ko'p odam hujjatni topshirib qo'yadi va javobni kutadi, lekin rad etilsa, qayta topshirish muddatini o'tkazib yuboradi. Yoki jarimaga chegirma muddati bo'lsa, uni bilmay qoladi. Yoki subsidiya arizasi uchun ma'lumotni yangilash kerak bo'ladi, lekin vaqtida qilinmaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam muammoni bilmaydi emas, biladi. Lekin ertaga qilaman deb yurib muddatni o'tkazadi. Raqamli tartibda muddat juda muhim. 6-nozik jihat chet elga chiqish yoki chetdan pul olish bilan bog'liq masalalar. Agar odamda ijro hujjati bo'yicha qarzdorlik, aliment yoki boshqa majburiyatlar bo'lsa, ayrim hollarda cheklovlar bo'lishi mumkin. Chet eldan muntazam pul kelib tursa, bu oilaviy yordammi, xizmat haqi yoki savdo daromadimi? Farq qilishi mumkin. Men bu yerda hamma pul o'tkazmasi muammo bo'ladi demayman. Lekin katta va muntazam tushumlar bo'lsa, izohi aniq bo'lishi kerak. 7-nozik jihat tadbirkorlar uchun chek va hisob-kitob intizomi. Kichik do'kon, xizmat ko'rsatish, ustachilik, onlayn savdo, uyda pishiriq tayyorlab sotish, kiyim-kechak olib kelib sotish kabi ishlar keng tarqalgan. Agar bu doimiy faoliyatga aylangan bo'lsa, mijozlardan kartaga pul qabul qilish, chek bermaslik, tovar manbasini ko'rsatmaslik keyin savollar tug'dirishi mumkin. Masalan, oyiga 30 million so'm aylanma qilayotgan onlayn sotuvchi men shunchaki tanishlarga sotyapman deb aytsa ham, tizim muntazam tushumni ko'radi. Shu sabab tadbirkorlik shaklini to'g'ri tanlash, soliq rejimini tushunish va hisob-kitobni tartibga solish zarur. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugundan nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy amaliy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati, familiya, ism otasining ismi to'g'ri yozilgani, tug'ilgan sana, manzil, telefon raqam, bankdagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar telefon raqam sizning nomingizda bo'lmasa, mobil operatorga borib, raqamni rasmiylashtirish masalasini hal qiling. Agar bank ilovasida eski hujjat ma'lumoti turgan bo'lsa, bankka murojaat qilib yangilang. Ikkinchi qadam. Qarzdorliklarni tekshiring. Kommunal to'lovlar, soliq, jarima,
kredit, aliment yoki ijro hujjati bo'yicha majburiyatlaringiz bor yo'qligini elektron xizmatlar, bank ilovalar yoki tegishli tashkilotlar orqali ko'ring. Agar qarz chiqsa, darhol to'lashdan oldin uning manbasini tushuning. Ba'zida qarz noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin noto'g'ri bo'lsa kerak deb tashlab qo'ymang. Aniqlashtiring, ariza yozing, javob oling. 3-qadam. To'lov isbotlarini saqlang. Men har doim shuni maslahat beraman. Katta to'lovlar bo'yicha bank chekini, kommunal to'lov kvitantsiyasini, kredit yopilganligi haqidagi ma'lumotni, jarima to'langan skrinshotini kamida bir necha oy saqlang. Telefoningizda alohida papka oching. Fayl nomiga sana va to'lov turini yozing. Masalan, 2025-18 elektr to'lovi yoki 2025-18 jarima to'landi deb qo'ying. Keyin muammo chiqsa 5 daqiqada isbot topasiz. 4-qadam. Mulk hujjatlarini tartibga keltiring. Uy, yer, avtomobil, meros, ijara, garov, oldi-sotdi bo'yicha hujjatlaringizni tekshiring. Agar uy kadastrida maydon, manzil yoki egalar bo'yicha farq bo'lsa, kechiktirmang. Agar avtomobil boshqa odam nomida bo'lsa, haqiqiy egasi kim? Jarimalar kimga yozilyapti? Sug'urta kim nomida? Oldi-sotdi qachon rasmiylashtiriladi? Bularni aniqlang. Qarindoshlar orasida ham hujjat aniq bo'lishi kerak. Chunki bugungi yaxshi munosabat ertaga nizoni kafolatlamaydi. 5-qadam. Daromadingizni tushunarli qiling. Agar siz rasmiy ishlasangiz, ish joyingizdagi ma'lumotlar to'g'ri yuritilayotganini tekshiring. Agar o'zingiz ishlasangiz, yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish yoki boshqa qonuniy shakllar qaysi bir sizga mosligini o'rganing. Agar kartangizga muntazam pul tushsa, bu pul nima uchun kelayotganini tushuntira olishingiz kerak. Shartnoma, buyurtma yozishuvi, tovar cheki, xizmat ko'rsatish, dalillik kabi oddiy hujjatlar keyin katta yordam beradi. 6-qadam, davlat xizmatlaridan foydalanishni o'rganing. Ko'p odam hali ham har bir ish uchun idoraga borish kerak deb o'ylaydi. Aslida ko'p ma'lumotni onlayn tekshirish, ariza berish, navbat olish, to'lov qilish mumkin. Lekin elektron xizmatdan foydalanganda shaxsiy kabinet, elektron raqamli imzo, telefon raqam, bank kartasi va hujjatlar mos bo'lishi kerak. Agar bular tayyor bo'lmasa, xizmatning o'zi ishlamayotgandek ko'rinadi. Aslida muammo sizning ma'lumotlaringizda bo'ladi. 7-qadam, ariza yozishni biling. Agar sizga noto'g'ri qarz chiqarilgan bo'lsa, xizmat rad etilgan bo'lsa yoki ma'lumot xato bo'lsa, og'zaki shikoyat bilan cheklanmang. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, pasport ma'lumotingizni, muammo mazmunini, qaysi sana va qaysi to'lov yoki hujjat haqida gap ketayotganini aniq yozing. Tekshirib berishingizni so'rayman. Noto'g'ri hisoblangan qarzdorlikni bartaraf etishingizni so'rayman. Ma'lumotlarni yangilab berishingizni so'rayman kabi aniq talab qo'ying. Ilova sifatida chek, skrinshot, shartnoma, hujjat nusxasini qo'shing. Ariza raqamini albatta saqlang. 8-qadam. Oiladagi kattalar va yoshlarni ogohlantiring. Ko'p muammo aynan bilimsizlikdan chiqadi. Pensiya ota-onaning nomida uy bor, lekin farzandlar foydalanadi. Talaba farzand kartasidan savdo uchun foydalanadi. Aka ukasining nomidagi avtomobilni haydaydi. Ona o'z nomidagi telefon raqamini qiziga olgan. Bularning hammasi mayda ko'rinadi, lekin raqamli tizimda javobgarlik hujjati kim ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha odamga boradi. Shuning uchun oilada bir marta o'tirib, kimning nomida nima bor, qaysi qarz kimga tegishli, qaysi raqam kimniki, qaysi karta kimniki, hammasini aniqlab oling. 9-qadam, shubhali takliflardan ehtiyot bo'ling. Kartangizdan pul o'tkazib turamiz. Nomingizga firma ochamiz. Mashinani vaqtincha sizning nomingizga qilamiz. Kredit olib bering, o'zimiz to'laymiz. Telefon raqamingizni berib turing degan takliflar juda xavfli. Bir qarashda foyda kichik bo'lishi mumkin, lekin javobgarlik katta bo'ladi. Men ekspert sifatida bunday holatlarda har doim yozma shartnoma, aniq javobgarlik va huquqiy maslahat bo'lmasa, rozi bo'lmaslikni tavsiya qilaman. 10-qadam. Har oyda bir marta shaxsiy moliyaviy tekshiruv qiling. Buning uchun ko'p vaqt ketmaydi. Kommunal to'lovlar yopildimi? Jarima yo'qmi? Kredit sanasi yaqinlashmadimi? Bank kartasida tushunarsiz operatsiya yo'qmi? Hujjat muddati tugamayaptimi? Ijara yoki shartnoma muddati yaqinlashmadimi? Shularni ko'rib chiqing. Bu oddiy odat sizni ko'plab kutilmagan muammolardan saqlaydi. 1 avgustdan boshlanayotgan yoki kuchaytirilayotgan yangi tartiblarning asosiy mazmuni shuki, hujjat, qarz, daromad, mulk va shaxsiy ma'lumotlar endi ko'proq raqamli tizimlar orqali tekshiriladi. Kimning ishlari tartibli bo'lsa, u bundan yutadi. Kim keyin qilaman, bilmasdim, birovning nomida yuraveradi. Qarz kichkina-ku deb yursa,
Aynan o'sha odam muammoga duch kelishi mumkin. Men sizga vahima qilishni emas, tayyorlanishni maslahat beraman. Hujjatlaringizni tekshiring, qarzdorliklarni aniqlang, to'lov cheklarining nusxasini saqlang, mulk va avtomobil masalalarini rasmiylashtiring, daromadingizni tushunarli qiling, arizalarni yozma tarzda bering va har bir muhim ishda rasmiy manbaga tayaning. Sizningcha bu yangi tartiblar oddiy odamlar uchun qulaylik yarataydimi yoki qo'shimcha qiyinchilikmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham sizga qonun, to'lov, hujjat, jarima va kundalik hayotga ta'sir qiladigan muhim o'zgarishlarni sodda tilda tushuntirib boraman.